16. Oy to'ldi, Aliga baxt davlat sifatini aytdi. Oy to'ldi, kulib dedi. Hammani tushundim. Buni so'ragan ekansan, so'zimni angla. Hozir bu ishlarni bilib turib qildim. Sen buni bilishing kerak edi. Sening qishingga kelganlikim va ko'rsatganlarim mijoz odatim edi. Sen o'rin berding, lekin men o'ltirmadim. Mening o'rnim yo'q. Buni sen bilgin deganim edi. Bu so'zni isbotlash va o'zimga o'xshash narsani ko'rsatish uchun to'pni yerga qo'ydim. Chunki to'p bir o'rinda turmaydi, domalab ketadi. Davlatmi shundoq, men domalab ketaman. Sen menga so'yinib qaraganda ko'zimni yumganlikim, o'zimning qanday narsa ekanligimni ko'rsatganlikim edi. Bugun men davlat, u qarg'uga o'xshaydi. Kimki menga ilinsa, shuni tutaman. Sen qayt so'zlaganda, men so'zladim. Kulib qaraganingda yuzimni yoshirdim. Men o'z odatimni sana ko'rsatdim. Mijozim turaqsiz, menga ishonma dedim. Beshidan ko'p ish kechirgan oqsoqolning turkcha masal keltirib nima deganligini angla. Ey baxtlik odam, birdamlik baxtga mag'rurlanmag'in. Ey atoqliq odam, sen baxtga ishinib ketma. Oqar suv, ravon til va bu baxt turmaydi. Tinmasdan yurib dunyoni kezidi. Baxt ishonchsiz, vafosiz, turaqsizdir. Ketganda tez uchidi, oyig'i tayg'oq. Aligning oy to'ldig'i suoli. Ali aytdi: "Uxtum, so'zing oydinlashdi. Xatolikning o'zrini so'rab, o'zing qutulding. Endi menga ayt, fazilating nima? O'ktam tiling nemishqa cho'ng so'zlarni so'zladi?" Oy to'ldining Aliga javobi. Oy to'ldi aytdi: "Fazilatim ko'p. Kishilarga naf tegsa, meningdan tegadi. Qarasang, mijozim yumshoq, yeshim kichik. Men borliq baglik va buyuklikka o'tkal. Yuz husnim chiroyli va qiliqim go'zal. Tilagan orzularimga qo'l yetkizdim. Men qayerda bo'lsam, hammasi orzu qiladi. Men bilan birga yuradi va menga bog'lanadi. Rohat men bilan, mushaqqat meningdan tozadi. Xushallik men bilan, qayg'u menga yo'lamaydi. Kim menga qarshilik qilsa, qiynalib o'ladi. Kim menga bo'yin egsa, orzusiga erishadi. Meni uraman deguchilar o'zi uriladi. Basaman deguchilar o'zi besiladi." Buningga taqlidan bu so'z yodimga keldi. Bilimlik yaxshi kishilar buni anglasin va o'qisin. Baxt qayerda bo'lsa, uningga bo'yin eg, ap bo'l. Agar baxtni rad qilsang, qayg'u bilan elishsan. Baxt kelsa, inson haqiqiy saodatga erishadi. Tuman orzusiga yetib halovatda yashaydi. Alining oy to'ldig'i suoli. Ali dedi: "Bu fazilatlaringni uqdim. Aytqin, sening nuqsoning bormi? Buni bilay." Oy to'ldining Aliga javobi. Oy to'ldi aytdi: "Kishilar menga yola chaplab, nuqsonim yo'q bo'lsa-mu, lekin bor deyishadi. Nuqsonim shuki, insonlar meni turaqsiz deb kishilarga aytib yomonlab yurishadi. Turaqsizlikim men uchun nuqson emas. O'zimga doim yangi narsa tanlayman. Barliq ko'ni narsalar ko'rimsiz bo'ladi. Ko'rimsizning aybi yirginishlik bo'ladi. Yangi narsa boyada, ko'nining nima keragi? Esil narsa boyada, xunuk yomonning nima keragi? Bilginki, hamma lazzat yangi narsada bo'ladi. Lazzatni tilab kishilar qattiq mushaqqat chekadi. Bu odatim uchun meni turaqsiz deb so'kishidi. Bu nomim uchun menga ayb to'qishidi." Botur buningga taqlidan aniq aytdiki, bilsang uning ma'nosi bu so'zga guvohdir. Yaratilgan narsalar yo'qolg'usidir. Yaratquchi Xoliq
xohlaganini qiladi. Tiriklik degan shamoldek o'tib ketadi. Qochadi, tutib bo'lmaydi. Uningga kim erisha oladi? Bu baxtga mag'rurlanma. U keladi va yana ketadi. Bu davlatga ishonma. U beradi ham oladi. Bu davlat turoqsiz bo'lmasa edi, ey qozam, baxt nima degan yaxshi narsa bo'lar edi. Bu davlat kelib yana ketmasa edi, yo'rig'an kun yana qorong'ulashmagan bo'lar edi. Aligning oy to'ldig'i savoli. Alig dedi: "Bu turoqsizligingni uqdim. 100 o'rib qo'y ketadikansan. Turg'unliqingmi bo'lamdi?" Oy to'ldining Aligga javobi: "Oy to'ldi" dedi. "Mening o'zim va qiliqim kiyikdekdir. So'z tamom. So'yib orzu qilganlar menga tez erishamaydi. Agar erishsa, tutib turolmaydi, tezli zoyi qilib etadi. Menga erishgan bak mahkam tutsa, so'zimni kesib aytamanki, uningdan qochanmayman." Aligning oy to'ldig'i savoli. Alig dedi: "Aytqin, bu turg'unliqing nimada? Seni bog'laydigan qanday kishan u?" Oy to'ldining Aligga javobi: "Oy to'ldi" dedi. "Meni bog'laydigan kishan bu bir qancha narsadir. Qara, ulardan belgi beray. Menga erish kuchining mijozi kamtar bo'lishi, ko'ngli muloyim, so'zi yumshoq bo'lishi kerak. U o'ziga ehtiyot qilishi, hargiz chekidan chiqmasligi, yomon yaramas ishlarga yaqin yo'lamasligi kerak. Yiqqan melini o'z loyiqida ishlatishi, qiliqi, mijoz xulqiga bob hayot kechirishi kerak. O'zidan cho'nglarga xizmat ko'rsatishi, o'zidan kichiklarga shirin so'zlik bo'lishi, mag'rurlik bilan kishini kamsitmasligi, o'zidan kichiklarni zanglik qilib xorlamasligi kerak. Ichimlikka behuda berilmasligi, melini behuda isrof qilmasligi kerak. Qo'l va tili bilan o'yinga kirishmasligi, mijoz xulqini to'g'ri tutishi kerak. Bu narsalar turoqsiz baxtning kishinidir. Baxtni bundoq bog'lasa, u qochmaydi, qoladi. Shoirning bu so'zi buningga guvoh. Shoirning bu so'zi so'zga ta'm qatadi. Kishi uchun davlat o'rkiga kiyikdekdir. Agar u kelsa, ching tut, tushab tizgilla. Tutishni bilsang, davlat tezib ketanmaydi, turadi. Agar tezib ketsa, sana yana tez navbat kelmaydi. Aligning oy to'ldig'i javobi. Alig aytdi: "Ey baxt, seni tushundim. Seni qattiq so'ygan edim, sen mendan yuz o'ribsan. Agar o'zgarishchan, turoqsizliqing bo'lmaganda edi, sening kelganliging qandoq yaxshi bo'ladi. Lekin turoqsizsan, bevafosan. Vafoni ko'rsatsan-u, jafo qilasan. Ba'zida ota va onadan mehribon bo'lib, kulib qarab kishini olqiningda tutasan. Ba'zida ko'magandek yuzingni o'raysan. Butun qiliqing va so'zlaring boshqacha o'zgaradi. Yig'isan, to'plansa hammani qayta chachisan. Chaqirasan, sana yuzlansa, eshikni yopasan." Oy to'ldining Aligga javobi. Oy to'ldi dedi. "Ey davlatman Alig, barcha nuqson va fazilatlarimning etini aytdim. Menga kim erishib mahkam tutay desa, kerakli narsalarni aytib berdim, chamiyasi tutsin. Meni tutquchi menga yugan sanmasa, kiyikdek qochaman, menga yetguchi kim bor? Tajribali qeri nima deganligini angla. Tajribali qerilar so'zning qaymiqi. Baxt keladi, tutishni bilmasang ketadi. Sana mol beradi, yeyishni bilmasang uni oladi. Turoqsiz baxtga erishsang, uni noyati mahkam tut. Agar mahkam saqlamasang, ishonginki qaytib ketadi. Baxtiyor kishi ehtiyotkor bo'lishi lozim. Barliq noloyiq ishlardan yiroqlashishi kerak. O'zi pok bo'lishi, to'g'ri yo'lda menishi lozim.
Bunun beği moşundaq, bunu bilish kerak. Aligning aytoldığı suali. Alig aytdi, nuqson va fazilatingni tushundim. Sening bu aytoldi degan eting nima demakdir? Uning ma'nosi nima? Menga aytib ber. Uni bilay, tushunay, sana ishinay. Aytoldining Aligga javobi. Aytoldi aytdi. Mening etimni va mijozimni donolar oyga o'xshatadi. Oy tug'sa, dastlabda bak kichik tug'adi. Kun sari cho'ng'iyib yuqori ko'tariladi. Oy to'lin bo'lib bo'lsa, dunyoni yoritadi. Dunyo xalqi uningdan yorug'lik oladi. Oy to'lib egizga ko'tarilsa, u yana kemiyishga boshlaydi. Chiroy husni ketadi. Yorug'ligi aziyib, oxiri yo'qaydi. Qayta tug'adi. Har kechasi oz-ozdan yana to'ladi. Men o'zimni shuningga o'xshayman. Ba'zan bor bo'laman, ba'zan yo'q bo'laman. Men har qancha zaif kishiga yuzlansam, kesib aytamanki, uning husni bag'an siri go'zallashadi. U beyib ulg'aysa, donqi yeyilsa, uningdan ketaman, uningmi shuhrat inovati ketadi. Yana uning yiqqan mol dunyosi chechiladi. Uning taq turqi yana qayta burunqidek bo'lib qoladi. Buningga taqlidan shoirning bir so'zi borki, shoirning bu so'zi bilimsizning ko'zidir. Kishiga baxt keladi, nomi shuhratlik bo'ladi. Xuddi yangi oydek nuri ortib, oxir to'ladi. Davlat turaqsiz, talva, uningga ko'ngil bog'lama. Davlat to'lin oydek qayta kichiklaydi. Sana etimning yana bir ma'nosini aytay. Uni anglagin. Buningda menga ishongin. Bu oyning o'rni o'yi o'zgarib turadi. O'zgarib turg'ashqa har nima qilsangmi o'rinsiz qoladi. Oyning burchi saratondir. Bu o'y aylanadi. O'yi aylanadi ham o'zi cho'gilaydi. Bu oy qaysi o'yga kirsa tezda chiqadi. Tez chiqmoq uchun yotgan yerini bosadi. Qara, men o'zimni shuningga o'xshayman. Qiliqim ba'zida to'vallash, ba'zida yuqori o'rlash. Kelaman, ketaman, hammadan burun yuraman. Dunyoni kezaman, mening turaqliq o'rnim yo'q. Qiliqlarimning ma'nosi shundoq bo'lgani uchun donishmandlar nozik ma'nilik qilib, etimni oy to'ldi deb atadi. Shundoq. Men davlat bo'lsam-mu, nuqsonim va fazilatimni, kesilim ham uning davosini aytib berdim. So'zni ochiq so'zladim, endi menga ishon. Tashlayman desang tashla, tutaman desang tut. Aligning oyat oldiğı javobi. Alig aytdi: "Barcha so'zingni angladim. So'zlaring dilni yoritdi. O'zingmi yarading. Sendek bir kishini orzu qilgan edim. Ey arlar sardori, Xudo orzuyimni berdi. Xudo kimning orzu tilakini bersa, uningga javoban shukr qilg'iliq. Bugundan boshlab menma tinmasdan, erinmasdan buning shukrini qilishim kerak. Bizga kitob qoldirib dunyodan o'tgan olim, oqil kishining nima deganligini angla. Ey ne'matga ega bo'g'ichi azamat, shukr qil. Shukr qilsang Xudo ne'matni oshiradi. Ne'matga ega bo'g'ichi o'zini unutib qoladi. Buningga shukr qilsa, ne'mat yuz o'rmaydi. Az yaxshilik uchun ayati ko'p shukr qil. Erishgan ne'mating ko'p bo'lsa, uning qadrini bil. Shukr qilsang, bir ne'mat 10 bo'ladi. Biri 10 bo'lib, o'yga mol dunyo to'ladi. Ali oy to'ldini olqishladi va kech kunduz menga qarishib tur dedi. Nurg'un mol dunyo mulk berdi, ko'p maqtadi. Qadrladi, ko'p oltin kumush berdi. Ali uningga hamma ishlarini so'zlab berdi. Hamma ishda uningdan aql va bilim talab qildi. Oy to'ldimi, bu qadr qimmatga erishib, chin haqiqiy sodiqlik bilan xizmat qildi.
Ali uni yana bir muddat sinab yurdi. Erishgan bu odami hammadan mukammal ekanligini bildi.